Xorijiy davlatda uzoq muddat ta'lim olib qaytgan yigit o'zining dindor ota-onasidan uning 3 ta savoliga javob bera oladigan diniy olim yoki biror mutaxassis topib berishlarini so'radi. Nihoyat ota-onasi bir musulmon olimni topishga muvaffaq bo'lishdi. Yigit: "Siz kimsiz? Mening savollarimga javob bera olasizmi?" Olim: "Men Alloh subhanahu va taoloning bandalaridan biriman. Inshaalloh sening savollaringga javob berishga qodirman." Yigit: "Rostmi? Ko'pgina professorlar va mutaxassislar mening savollarimga javob topishdan ojiz qolgan edilar." Olim: "Men Allohning tavfiqi ila imkon qadar javob berishga harakat qilaman." Yigit: "Mening 3 ta savolim bor. Bular quyidagilar. Birinchisi, Alloh mavjudmi? Shunday bo'lsa, menga uning shaklini ko'rsating. Ikkinchisi, taqdir nimadir? Uchinchisi, agar shayton olovdan yaratilgan bo'lsa, nima uchun oxir oqibat u o'zi kabi o'tdan iborat bo'lgan jahannamga uloqtiriladi? Shayton va jahannam o'tdan yaratilgani sababli shayton bundan zarracha ozor topmaydi-ku. Shu haqda Alloh o'ylamaganmi?" Savollar tugar ekan, olim kishi birdan ro'parasidagi yigitning yuziga qattiq tarsaki tortib yubordi. Kutilmagan zarba alamidan yigit o'zini yo'qotayozdi. "Nima uchun mendan g'azablanyapsiz?" "Men g'azablanayotganim yo'q. Bu tarsaki sening 3 savolingga bo'lgan javobdir." "Sizni tushunmadim. Mening shapalog'imdan so'ng nimani his etding?" "Albatta og'riqni his qildim." "Demak, og'riqning borligiga ishonasan, shundaymi?" "Albatta. U holda menga og'riqning shaklini ko'rsatchi." "Qanday qilib? Bunga qodir emasman-ku." Shunda olim yigitchaga bunday dedi: "Bu mening birinchi javobimdir. Biz hammamiz Allohning shaklini ko'rishga qodir bo'lmasak-da, uning borligini his etamiz." Olim so'zida davom etdi: "O'tgan kecha mening senga tarsaki tortishimni xayolingga keltirganmiding?" Yigit: "Yo'q." Olim: "Qachondir men senga bugun tarsaki tortishim haqida o'ylaganmiding?" Yigit: "Yo'q." Olim: "Mana shu taqdir bo'ladi." Yana olim dedi: "Senga shapaloq tushirgan qo'lim nimadan yaratilgan?" Yigit: "Teridan." Olim: "Yuzingchi? U nimadan yaratilgan?" Yigit: "U ham teridan yaratilgan." Olim: "Yuzingga tarsaki tushirganimdan so'ng nimani his etding?" Yigit: "Og'riqni." Shunda olim dedi: "Shayton va jahannam ham olovdan yaratilgan bo'lsa-da, Allohning xohishi bilan jahannam shayton uchun nihoyatda azobli joy bo'ladi."